Soffesco Gvardiola maqtagan Husanov kecha uchrashuvda necha bahoga loyiq ko'rildi? Angliya Premyer Ligasi 21-turdan o'rin olgan Manchester City Brighton uchrashuvi durang natija bilan yakuniga yetdi. Uchrashuv mezbonlari safida Abduqodir Husanov to'liq 90 daqiqa harakat qildi. Soffesco nashri kechagi uchrashuv uchun Husanovga 7.1 ball baho qo'ydi. Avvalroq shaharliklar ustozi Pep Gvardiola Husanovning ushbu bahsda harakatlarini yuqori baholadi. Manchester City bosh murabbiyi Pep Gvardiola kechagi uchrashuvdan so'ng markaziy himoyachilarni maqtab o'tdi. Ular nihoyat yaxshi o'ynashdi. Abduqodir aql bovar qilmas darajada harakat qildi. Uning uzun uzatmalari bizga ko'proq yordam berdi. U bugun maydonni boshqarib turdi. U hali ulg'ayadi. U ko'proq hujumlarni tashkil etish uchun harakat qiladi. Bu esa faqat vaqt masalasi. U bugun eng yaxshi o'yinchi bo'ldi. Max 2 kun oldin keldi va kecha biz bilan atigi bitta mashg'ulot o'tkazdi. Albatta, u ilgari biz bilan ko'p mashg'ulotlar o'tkazgan. Men Woodford va Xavi Garsiyaga minnatdorchilik bildiraman. Ular uning futbolchi sifatida o'sishiga yordam berishadi. Afsuski bugun uchrashuvda g'alaba qozona olmadik. Biroq hali bizning g'alabalarimiz oldinda, deb fikr bildirdi Gvardiola.